Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib, ustanobga qilib bitkizdik. Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib keldik. Obunachining uyiga, xudo xolasa, ishlarimizni chiroyli qilib o'rnatib, ustanobga qilib bitkizib bo'ldik. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, xudo xolasa, razmerigacha, narxigacha aytib o'tamiz. Bu oshxona mebelimizni bu tomonda eshikdan kirish xolodilnik qo'ydik. Рабочий stoldan keyin to'rxonali gazlari uzun ishchi stol qilib turib, bu tomoniga mo'ykasini o'rnatib berdik. Chekkaga idish tovoqlar ko'pgina sig'ish uchun shkaflarini qilib, ichlar qator polkali qildik tevalarigacha. Teva fasollari plafonli bo'ldi. Qator taglarida ham bor. Hozir tok montaji bitmaganligi uchun yoqqanimiz yo'q. Mana shu holatda chiroyli qilib o'rnatdik. Bu tomonda mo'ykamiz tevasida original shushulkasini qo'yib berdik. Kafellari bizdan bo'ldi, sochiq ilgichi, cho'ntagi, magnetlari, diod chiralarimizgacha yopishtirilgan. To'klarini chiqarib qo'ydik. Ba'zi havo tortadiganlarigacha o'rnashtirib qo'ydik. Bu tomonimizda xolodilnigiga kattagina joy qilib berdik. Idish tovoqlar, katta jomlar tushaveradi bemalol. Bu oshxona mebelimizni akrildan Kashtan firmani mokrisi seriya ochidan ishlatdik. Tevasiga seriya och, tagiga mokrisidan. Ichki korpuslari laminat, rossiyskiy bo'ldi. Chekkalari pix, kromka, eshiklarigacha qalinidan bosib, turba ruchkalari, osha-moshalarigacha vakuumli to'rttadan qatirilgan. Bu oshxona mebelimizni poldan o'lchaganda balandligi 240 bo'ldi. Razmeri eshikdan kirishda burchakgacha 3.12 cm, burchagidan bu tomonga 1.92 cm joyiga ustanobga qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni ichida shu kafeli keldi. Qo'shsoydigan patnaslari ichida magneti, cho'ntak, vishilka, shu turburchak mo'ykasi ichida bepul, gel idishi bor. Semestr bizga kirmaydi, santexnikka qo'ydirib oladi, keyin original shushulkasi. Tevadagi plafon chiroqlarigacha chiroyli qilib qo'yib berdik. Bu oshxona mebelimizni poldan o'lchaganda balandligi 240, bir pogona metri 2.400.000 so'mdan bo'lyapti. Shu turishi 10.080.000 so'mga olib kelib ustanobga qilib bitkizdik. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kelib o'lchash, ustanobga qilib o'rnatib berish shu mebelning narxini ichida bo'ladi. Bonusga bitta taxtakash. Mana shu holatda mexanizmlarigacha vakuumli qo'yganmiz. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli ishlar chiqarib olishda davom etamiz. Kimni joyiga shunaqa mebellar zarur bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ustanobga olib bitkizib beramiz. Bu tomondan eshikdan kirish, bu tomonga alohida choy ichgani xonasi bor ekan, shu joyga joylab berdik. Xonani qulayligini aytib ketyapmiz. Endi kimgadir shunaqa xona qurmoqchi bo'lsa ham rahmat, hammaga sog' bo'linglar.